bitta noning kerak emas. Mansab, shoning kerak emas. Joning omon bo'lsa bas. Onajon men keldim degan. Gado qildi bu hijron. Yo'limga to'sib davon. Baxtingni ko'ray butun. Yuragimga bo'l ustun. Ona men keldim degan. Bir oy bo'ldi. 25 mi? İlk günden gibi bir oy oldu. Boshqa bangisaga olib ketadi deydi. 70 ming sutkasi. Voy. 70 ming sutkasiga o'zi bilan bo'lmaydi-da. Снимайте, это было топит. Забирай. Скоро приехал, да, забираешь. Все? Aha. Yakında sırayla. O'sha stroykada ishlaydigan joy yordam bermayaptimi hech qanaqa? Sadece inşallah yardımcı kişiler Мужчины, видео запрещено законами Российской Федерации. Obunachilar, assalomu alaykum yana bir bor. Akalar ruxsat bermadi. Endi nima qilay? Ko'chaga qilamiz o'sha videoni, ko'chaga. Videolari bor ekan, video davomida qo'yib boriladi-da. O'shanga endi mayli, endi har xil odam bo'ladi. Videolar bor, hozir ko'chaga chiroyli qilib video qilamiz akalar. Video davomida ko'rib boramiz. Musofirda yurgan aka-uka, opa-singillarimiz, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Hech kimni boshida bu kun tushmasin. Dushmanimga ham ravo ko'rmayman deb hozir aka gapirdi. Akalar, iltimos, video davomida ko'rib boringizlar. Bir ukamiz juda balandliklardan tushib, juda og'ir ahvolda. O'shaning uchun majbur bo'lib shu internetga chiqishyaptilar. Hozir ichkariga kiruvdik, mana qisqacha ko'rdingiz. Ruxsat bermadi, videolari bor ekan, tashab berishadi. Hozir boshqa больницаga olib bordi. Hozir akamizni eshitamiz. Akajon, gapirib bering. Assalomu alaykum, hurmatli musulmon birodarlar. Mana shu akamiz hozir gapirganda mana shu jiyanimizga shunday bir Allohdan bir og'ir sinovlar keldi. Mana mazalari yo'q. Allohim Alloh shifo bersin hamma bemorlarga, shularning qatorida jiyanimizga ham shifo bersin inshaalloh. Shuning uchun sizlardan bitta iltimosim shu, qo'llaringizdan kelgancha ihson qilib yordam qilsalaringiz. Sizlarning duolaringiz bilan oyoqqa turib ketsa inshaalloh. Hech bo'lmasa duo qilsalaringiz ham mayli, ihson qilib, yordam qilib duo qilsalaringiz tez kunlarda oyoqqa turib ketsa, bizlar bir umr sizlardan minnatdormiz. Alloh inshaalloh bu ajrlaringizni beradi inshaalloh, qaytarib hamma birlaringizga ming qilib bersin inshaalloh. Hech kimni boshiga bunaqa narsa tushmasin. Bunday bir sinovlar hech kimni boshiga tushmasin. Hay, nima deyman? Allohdan shifo hamma bemorlarga, jiyanimizga ham. Mana sutkasiga olib 70 mingga zo'rdan gaplashdik. 5-6 joyga gaplashdik, olmaydi. 70 ming, 100 ming desangiz ham bir sutkaga olmaydi. Olib bitta joyga mana hozir gaplashdik. Bir sutkaga 70 ming rubl deyapti. Hay, buni hal qiladi. Biz hammamiz buni birgalikda qila olamiz. Inshaalloh umid qilamanki, sovuqqon bo'lmaydi degan umiddaman, birodarlar, ko'rayotgan musulmonlar. Alloh rozi bo'lsin hammalaringizdan. Ishlaringizga omad, hammalaringizni, vatandagilarni, butun musulmon ahlini Alloh taolo o'zi hifz himoyasida qilsin. Musofirlarni ham shunda o'z panohida qilsin. Hammalari yorug' yuzlar bilan uyga borsin. Bizning niyatimiz shu. Rahmat hammalaringizga. Obunachilar, iltimos, mana shu ekrandagi nomer, o'zlarining nomeri, o'zlarining kartalari, Dushanbe City ham, Rossiyskiy Sberbank karta ham primoy telefon qilib hol ahvol so'rasalaringiz ham bo'ladi albatta. Hech kimni boshidan tushmasin. Bir so'mdan bersa, bir qancha pul bo'ladi. Iltimos akalar, iltimos qilishdi, kelib men mana sizlarga yoritib beryapman. Yana ham video kerak bo'lsa, yana ham video qilib beramiz. Iltimos, yordam beringizlar. Juda og'ir ahvolda. Akajon, biron gapingiz bo'lsa-ga, mana gapirib bering. Shu xalqdan faqat yordam so'raymiz-da. Alloh uchun, Alloh yo'lida yordam qilingizlar. Nasib qilsa inshaalloh, Xudo jiyanimiz ham oyoqqa turib ketsin. Shu bir niyatimiz shu jiyonni oyoqqa turg'izish.
Akalar, iltimos, shunga yordam beringizlar, bir ozgina o'zimizni hissamizni qo'shib qo'yamiz birdaniga. Shuni ushlab turingda aka. Ozgina obunachilarimizning nomidan. Aka, mana shu hech bo'lmasa ham bir nimadir bo'ladi-da, hech nima bo'lmasa ham, shu Alloh ne qilib qaytarsin, million qilib qaytarsin. iloyim, bir so'mdan beringlar akalar, bir galam pul bo'ladi, iltimos. Endi bir tomchidan bo'lsa ham mana qancha. Shunday, Rahmat sizlarga, shunday. hammalaringizga rahmat. duo qiling obunachilarni. Parvardigor avvalambor hammalaringizni qilayotgan ehsonlaringizni qabul qilsin. Yer yuzidagi musulmonlarga mana shu bemorlarga shifo bersin. Musofirda yurganlar, vatandagilarimiz, O'zbekiston, Tojikiston, butun dunyo ahllarini o'zini hifz himoyasida qilsin. Hech kimni boshiga bunday kunlarni solmasin. Berganlaringizni Alloh taolo ming qilib qaytarsin. To'ylarga, yaxshi kunlarga ishlatingizlar hammalaring. Doim xursandchilikda bo'lingizlar. Allohdan hammalaringizga minnatdorchilik, Allohga behisob shukr, barakansizlar mana. Dunyo turguncha turingizlar. Rahmat. Obunachilar, iltimos akalar. Befarq bo'lmangizlar, duo, musofirning duosi o'tadi. Shu videoning kommentariyasiga duo qilib ukamizni oyoqqa turib ketsa, shu ham bir davlat. Iltimos akalar. Ziberbank hamma kartalari o'zlariga tegishli. Bizga hech qanaqa tegishli joyi yo'q. Shunda o'zlariga tashab bersalaringiz, albatta zo'r bo'ladi. Salomat bo'lasizlar. Rahmat.